Assalomu alaykum. Meni ismim Oybek Hadjayev. Men Fido Business kompaniyasida loyihalarni boshqarish bo'yicha bosh direktor o'rinbosari lavozimida ishlayman. Bugun men sizlarga kompaniyamiz tomonidan ishlab chiqilgan bank moliya tizimi uchun mo'ljallangan produktlarimiz to'g'risida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bank moliya uchun mo'ljallangan asosiy produktlarimizdan biri bu EABS tizimi. Bugungi kunda EABS tizimi 15 ta tijorat bankida joriy qilingan. Bu bozorning 45% ni tashkil qiladi. 9 ta davlat bankining 6 tasida EABS tizimi foydalanib kelinmoqda. Aktivlar bo'yicha qaraydigan bo'lsak, bank aktivlarini 60% bugungi kunda EABS tizimi joriy qilingan banklar hissasiga to'g'ri keladi. EABS tizimi tarkibida bugungi kunda 50 dan ziyod podsistema, 500 dan ziyod dasturiy modullar va 1,5 dan ziyod hisobot shakllari avtomatlashtirilgan. Shuningdek, kompaniyamiz tomonidan bugungi kunda mikromoliya tashkilotlari uchun mo'ljallangan FBNCO tizimi ham mavjud bo'lib, mazkur tizim mikroservis arxitekturasida ishlab chiqilgan bo'lib, u mikromoliyaviy tashkilotlarning asosiy faoliyati va ichki xo'jalik faoliyatini avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan. Shuningdek, kompaniyamiz tomonidan bugungi kunda islom moliya tizimi uchun mo'ljallangan yangi FB Islamic Finance tizimi taklif etilmoqda. Mazkur tizim tarkibida murobaha, ijara, salam, musharaka, tegishli dasturiy yechimlar ishlab chiqilgan. Mazkur tizim islomiy moliya xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish bo'yicha tegishli sertifikatlar olingan. Kompaniyamiz tomonidan taklif etilayotgan bank axborot moliya tizimlari mijozlarimiz uchun barqarorlik, xavfsizlik va rivojlanish garovidir.